Favqulodda vaziyatlarni muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligi doirasida Farg'ona neft qayta ishlash zavodi mas'uliyati cheklangan jamiyatida obyektlarda yong'in xavfsizligini ta'minlashni tashkil etish bo'limi tomonidan maxsus taktik o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Unda zilzila yuz berishi natijasida korxonaning nasosxonasi hamda rezervuar parki joylashgan hududida yuz bergan favqulodda vaziyatlarni bartaraf etishga asosiy e'tibor qaratildi. Dastlab o'tkazilayotgan o'quv mashqining maqsad va vazifalari shaxsiy tarkib hamda ishchi xodimlarga tushuntirildi hamda favqulodda holatlarni bartaraf etishda qo'llaniladigan texnika va asbob uskunalarning ko'rgazmasi namoyishi o'tkazildi. Xodimlarga hushyorlik va ogohlikka chorlovchi eslatma materiallar tarqatildi. Shundan so'ng o'quv mashqiga start berildi. Shartli ravishda yuz bergan zilzila oqibatida rezervuar parkida sodir bo'lgan yong'inning atrofga tarqalishining oldini olish va bartaraf etishda korxona fuqaro muhofazasi tuzilmalari hamda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamkorlikda harakat qiluvchi kuch vositalarining harakatlari sinovdan o'tkazildi. Ular tomonidan atrofni qurshab olish, jabrlanganlarni qutqarish va birinchi tibbiy yordam ko'rsatish, yong'inni bartaraf etish hamda evakuatsiya tadbirlari olib borildi. Hamkorlikdagi kuch vositalarining tezkorlik bilan aniq harakati evaziga ko'ngilsiz holat bartaraf etiladi. O'tkazilayotgan bu kabi o'quv mashqlari xodimlarning tajriba va ko'nikmalarining oshishiga xizmat qilish bilan ahamiyatlidir.